Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan Baxt parranda bozorini obzor qilib chiqamiz. Mana jo'jalar narxi 20 ming so'mdan. 8 mingdan bo'lyapti narxi. Mana ular 60 ming so'mdan olaverasizlar, 60 ming so'mdan. Mana bu tovuqlar 80 ming, 90 ming aralash. 60 mingliklari ham bor. Kelib bozorga xarid qilsalaring bo'ladi. Mana bu jo'jalar ham 20 ming so'mdan sotilyapti. 20 ming so'm narxini so'radim. Mana narxlari 85 ming. Kichkina jo'jalar 10 ming ekan, 8 ming qilib beriladi. Bular ham shunday narx. Bular 60 ming so'm. Mana xo'rozlar. Kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Ana to'g'rida turgan dakanchalar 30 ming so'm, 50 ming so'mdan sotilyapti. Onalari 100 ming so'mdan qimmat ekan. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, videolarimizga like bosinglar. Bundanda qiziq videolar chiqishi uchun obuna bo'lasizlar. Keyingi video nima bo'lishini kommentariyalarda yozib ketasizlar. Bugun bozorda odam kamligi uchun uzun video bo'la olmadi. Hammalaringga rahmat.